bitta chiroyli buzoq molni bolasini ko'rsatib, 10 million so'mlik go'sht chiqmaydigan bir molni ko'rsatib, 30 million, 40 million, 50 million chiroyini qarang, shved bu buqa. 10 millionlik go'sht chiqmaydi, 30 million deyapti, 40 million, 50 million deyapti. Parodasi zo'r buni, chiroyligini qarang deyapti. Yo'q bo'lsam yaqinda bir qo'zini ko'rsatdi. Go'shtga pichsangiz bir 10 kilo ham go'sht chiqmaydi. Ko'z oldingizga keltiring, 1,5 million so'mlik go'sht chiqmaydigan bir qo'zini ko'rsatib turib, 10 ming dollar chiroyini qarang, quloqini bunday qilib turib, quloq uzun bir narsa deb mashalloh deyordi. Sizlar ham ko'rdinglarmi shu videoda? Bunaqa ko'p iti bor, kaplari bor, boshqasi bor. Bo'ldi, endi hammamiz musulmonmiz, to'g'rimi? Qo'ylar masalan shu xayr ehson qilishligi uchun, bizga iste'mol uchun yaratilgan. Mol ham shunaqa, boshqasi ham. Biz insonmiz u. Shuni o'rniga 10 ming dollarga bitta 10 kilo go'sht chiqmaydigan qo'zini olib, boqib, uni chiroyiga tomosha qilguncha, yetimxonaga borsiz, ota-ona mehriga muhtoj, ko'zi yoshlangan go'daylar o'shincha. O'shani olib boqing. Qarib bir 10 dan tura olmaysa, tayizga siyib, chichib yotgan paytingizda o'sha bola sizni ko'tingizdan tozalaydi. Lekin siz ona 10 ming dollarlik qo'zingiz nari borsa so'yilib ketadi, go'sht oladi. Somonlarda osh oladi. Bu boshqa narsa bo'lmaydi. Yana mashalloh deb yetimxonaga boring, shunaqa go'zal farzandlar bor, shunaqa chiroyli bolalar bor, go'daylar. O'g'il, qiz, chaqaloqlar, bolalar bor. Ana o'shalarda ota-onasi bemehr ota-onasi tashab ketganiga, bu dumbil ota-onalar tashab ketganiga mashalloh devorasiz borib ko'ring. Uni o'rniga odam asrab olib boqing.